Mana azizlar, mana hozir gapirib o'tiribmiz. Bularni o'zlari hamshira ekan, hamshira gaplashib o'tirganimizda keling, shuni ham videoga olib xalqqa chiqaraylik dedim. Mana bular ham aytibdi, mana bemorlarga aytilsa, shifokorlar tomonidan yoki medik xodimlar tomonidan aytilsa, bajarilmaslik holatini mana men ko'rardim-ku. Mana bemor sifatida kelgan hamshiradan ham eshitaylik. Mana nima deysiz? Mana siz ham ko'rasiz, ahvoli og'ir, mana turma biza ayniqsa kardiologik holatlarda og'ir bemorlar bo'ladi, ular mana yotish kerak, mana yotmasang bo'lmaydi deb turib. Yursa turam ana bo'ladi. Ko'chib ketadi. Shunga yotgani yaxshi bo'lib ketadi. Shunday rahmatlar aytib. Bir xil bemorimizni ichi torda yurib keyin turum ko'chib nima bo'lganda, mana shu voqealar bo'lganda, yiqilib qolib, shuni joyiga nima bo'lganda, joyida birdan tashlaydi, yurakda mana shunaqa. Turum ko'chib birdan tashlash yurakda mana shunaqa. O'shaning uchun shifokoringiz tomonidan berilayotgan tavsiyalarni aytganidek amal qilsangiz, agar nima deb aytdingiz? Boya bemorlarga nima deyman? Yashashdan umidingiz bo'lsa, yashashni xohlasangiz yoting deyman. Yaxshi bo'lib ketgan bemorlarimiz bor deyman. Siz mana shu pastan rejimga yot dedimmi? Yoting. Xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketasiz deb, yaxshi bo'lib ketgan bemorlarimiz ham bor-da. Chindan hamma deydi keyin. Yaxshi bo'lib ketadi keyin. Bular hamshira, bularga bir tiyinli foydasi yo'q. Bemor yotdimi, yotmadimi, shunchaki kasblarning fidoyisi ekan. Shunchaki odamni yaxshi ko'rar ekan. Hozir aytibdilar, bir uyimga boraman-da, turmush o'rtog'iz gapini aytsam bo'ladimi? Xafa bo'lmaysizmi? Sen shu o'shalarga ko'proq mehr berib yuryapsan, shu bemorlarga ko'p qarab yuryapsan deb aytar ekanlar-da. O'zingni o'ylamayapsan. O'zingni o'ylamayapsan, o'zing kasal bo'lib qolyapsan. Bu lekin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, biz insonlarmiz, insonimizda psixologiya bo'ladi baribir. Mana xohlaysizmi, xohlamaysizmi, agar haqiqatan o'zini kasbini yaxshi ko'radigan bo'lsa, mana shunaqa farqi yo'q. U hamshira bo'ladimi, u shifokor bo'ladimi, jon kuydirib kirib ketaveradi-da. Ko'rib turibmiz-ku. Mana bular ko'rib turibdi, men ko'rib turibman. Nima oqibat bo'ladi, nima bo'ladi? Ko'rganmiz, ko'rgan narsamizni gapiramiz. Shuning uchun azizlar, sog'lig'ingizga birinchi navbatda o'zlaringiz be'tibor bo'lmangizlar. Shunday, o'zlaringiz hamma narsa sog'liqqa ekan. Hamma narsa sog'liqqa. Mana shu qaynonam 86 ga kirganlar. Aytadi, bir parcha non yeng deydilar. Bir parcha noning hayotni ko'rasiz deydilar. Asab bo'lmang deydi. Nima buncha asab bo'lasiz deydi. Hayot davom etaveradi. Mayli Alloh kim nima bo'lgan bo'lsa, Allohning nimasi, lekin asab bo'lmang. Mana shunchagina non yedilar, arriqqina Xudo juda zo'r. Ko'z tegmasin, 86 ga kirganlar yaxshi. Energiya olasiz kishidan. Tarbiya olasiz, To'g'ri. Hozir men siz bilan gaplashib mazza qilyapman. Voy, tushunadigan bemor kelibdi ekan deb mazza qilyapman-da, bor-ku. Borlarga shukur deyman. Bemor bir xil bemorlar bor. Yemay desam, qanday yemaymiz, qanday tashlab yuboramiz deydi-da. Yashayman desa, nafs cheklash kerak. Nafs cheklash kerak. Asabni ham asrash kerak, asabni ham. Mana xo'jayini bir o'limdan qoldik. Hozir faqat aytadi, Dildor, yashashga nima qilish kerak ekan deydi. To'g'ri. Tana bizga vaqtinchalik berilganda, ruhiyatimiz, qalbimiz u bir umrlik, lekin tanani qancha asrasak, shuncha Allohning umr beradi-da. Ilmni bekorga berib qo'ymayapti-ku. Shunday deydi. Men Allohni payg'ambarsi nima qilib desam, yo'q, sendan harakat. Alloh ham nima qiladi deydi, sendan harakat, mendan barakat deydi. Sen intilsang, Alloh ham senga nima qiladi deydi. Mana shu erim ham. Zo'r Dildor opa, katta rahmat. Zo'r bo'ldi.